Assalomu alaykum. Mana kivi ko'chatlarimiz sotuvga tayyor bo'ldi. Sotishni boshlasang aytib, ko'pchilik aytgan edi. Kanalingga video qo'yarsan deyishgan edi. O'shalarga olyapman. Mana shunaqa bo'lib tayyor bo'lganini olib ketyapti odamlar. Ulangan ko'chatlar. Mana iskana qilingan. Urg'ochi kivida 3 xil sortidan bor. Mana 4-xili bu qizil kivi. Hali lekin buni mevasini ko'rgan yo'qman. O'shaning uchun hali sotmay turaman buni. Mana sariq kivida gold kivi bu. Keyin mana Hayver sorti. Buni mevasini ko'rganman. Mana o'zimda paydo bo'lgan nima yapaloq bo'lib ketadigan katta kividan meva qilishga ham harakat qilyapti. Lekin buni mevasini qoldirmasdan olib tashlash kerak. Mana o'zi changlatadigan qilib payvand qilib qo'yilgan. Mana erkagi bu urg'ochisi bitta shuni o'zini ekilsa meva qilaveradi. Mana erkagi ham gullayapti. Urg'ochisi ham mana o'rtasidan chiqarishni boshlagan.